Quyruqlar ham bor 80 mingdan nafaqat kilo 1 tonna, 2 tonna, 10 tonnagacha qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaringlar, ham 1-2 so'm kelishdi. Qaranglar, mana buni ham 22 deyapti, lekin mana bu o'ta suyak yirik ekan. Ko'ring, buqa-buqaman, buqalarimni so'ydirib boshladim. Hali videosini chiqaraman, qadrli obunachilar. Aka, assalomu alaykum. Rahmat, so'zingiz tinchmi? Shavkat baba. Dunyodan ko'zbeklarga salom. Nasiya olib ketganlar, olib kelinglar, pullar kutib o'tiribmiz. Mana chaqani o'rtaga qo'yib olib ketgansizlar, olib kelib beringizlar. Rahmat, o'zingiz tinchmi? Charchamayapsizmi? Mana shu ikkalasigami? Assalomu alaykum, Jasur Uz kanalining obunachilari, bizni uzoq yaqindan ko'rayotgan akalar, ukalar, hurmatli YouTube ixlosmandlar va kanal obunachilari do'stlar, mana bugun biz Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Zangiol bozoriga yetib keldik. Bugun hafta kunlaridan shanba 20-iyun 2026-yil. Bugungi videolarimiz boqma buqa, ko'chat buqa narxlari bilan tanishib bo'ladi. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosishni unutmanglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi obuna bo'lganlar podpisatsiya qilib, like tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Shunda biz qo'yib berayotgan videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar. Do'stlar, bizdan yiroqlashmang, biz videolarni boshladik. Xo'p, qadrli obunachilar, sizlarga bitta yangiligimiz bor. Sizlarga Belorussiyadan mol go'shtlari yetib kelyapti. Narxlari kelishilgan holatda 85 mingdan aloqaga chiqaverasizlar. 99lik 715 91 81. Yana bizda arzonlashtirilgan quyruqlar ham bor 80 mingdan nafaqat kilo 1 tonna, 2 tonna, 10 tonnagacha qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaringlar, ham 1-2 so'm kelishtirib ham beramiz 80 mingdan. 50 mingdan jigarlarimiz bor, qo'y jigarlari. Bu telefon o'yinagi telefon raqamga o'zimda telefon raqamim o'zim ko'taraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Necha kilo desalaring qilib beramiz jigarlarni ham, qadrli obunachilar. Hozir sizlar uchun tushib narxlarni yoritamiz, qo'ldan kelgancha o'rganamiz. Boqma buqa, ko'chat buqalarni. Mana bu yerda bitta ko'chat bor ekan. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Necha pul deyapsiz buni? 22 deyapman. 22, ha? 22 7 oylik buzov var. 7 oylik buzov 22 deyilyapti. O'zimiznikimi, mesnimi? Jaydar, ha? Jaydar. Chatishmi? Rossiyskiy bilanmi? Rossiyskiy bilan chatish. Gibrid ekan. Savdo qancha bo'ldi? 19,5. Savdo 19,5 bo'ldi. Bu kalta ekan, burun bor. Lekin badani to'la ekan. Qaranglar. Rossiyadagilarga akamiz salom yo'llayapti. Qayerda mo'g'li aka bu? Qiziriq progressni mo'g'li ekan, mana ko'ringlar. Davom etamiz. Akamizda ham bor ekan. Necha pul ekan aka sizdagi? 22 deyapman. 22 aytilish, ha? Bozor qancha qildi? 17,5. Bozor 17,5 so'rayotgan ekan. Buni qaranglar, mana buni ham 22 deyapti, lekin mana bu o'ta suyak yirik ekan. Ko'ringlar, mana baho beringlar. Bu yonboshdan ham ko'rsatamiz. Qadrli obunachilar, mana. Necha kurak ekan aka bu? Tush buzganmi? Ha, endi buzov. Endi buzov ekan, ha, bu ham. Bu akamiz buzov deyapti, solishtirsam, bu ham buzov ekan, akam. Yoshiga to'lmagan hali. Suyagi o'ta yirik ekan. Narxi bir xil ekanda. Jasur Uz desangiz chiqadi aka. Shunday aka. Necha pul ekan aka? 30 million aytilishi 26,5 so'ralyapti. 26,5 so'ralayotgan ekan. Suyagi yirik, bo'yi 1.35 bor. Yo'qsizroq variantidan mana orqa tarafi ochiqroq ekan, puchroq ekan, boqma ekan. Olib o'zlaring to'ldirib olasizlar, mana ko'ringlar. Necha kurak bu? 3 kurak, ha? 3 kurak ekan. Qayerdiki? Jarqo'rg'on Qora Turba. Jarqo'rg'on Qora Turbaniki ekan, mana ko'ringlar. Jarqo'rg'onlik akamizdan ekan. Davom etamiz. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsiz? Qancha so'rayapsiz aka shuni? Buni 15 bering deyapti-da. Siz qancha so'rayapsiz? Men 12 so'rayapman. 12. Yaxshi so'rayapsiz-ku. Bermayapti. Bermayapti, ha? Yosh ko'chat ekan hali. Jaydari bo'ldi. Jaydari, jaydari ko'rinib turibdi. Qayerdaki bu? Muzrabot mesni ekan-da, Muzrabotning mesni ko'chati ekan. Davom etamiz. Bu yoqda akamizda ham bor ekan. Aka, siz qancha deyapsiz buni? Yaxshimisiz? 25. Savdo qancha bo'ldi? 20 bo'ldi.
21 savdosi bo'lgan ekan. 25 deyilyapti. Hali buzov, ko'ringlar, tish buzmagan. Suyagi yirik ekan, lekin yaxshi ekan. Korobkalari yaxshi kelgan. Ochroq, orqa taraflari ochroq. Hali buzov. Mana orqa tarafdan ham bitta olaylik. Ko'ringlar, qadrli obunachilar, mana orqa tarafdan o'zlaring baho beringlar. Qadrli obunachilar. O'tib ketamiz. Ichkari qatorga yuramiz, mana narxlarni o'rganamiz. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Nechchi pul deyapsiz? 18 million, ha? Aytilishimi? Aytilishi 18 ekan, mana ko'ringlar. Bozor qancha qildi, aka? 16,5 so'rayapti. Buzov hali, to'g'rimi? Hali buzov. 16,5 so'rayotgan ekan bozor. Qaysini savdosi bo'lyapti? Qaysini savdosi bo'lyapti, aka? Mana bunimi? Birinchi turgan ikkita o'lani o'tinglar. Mana shu yermi? Mana ular olmasa. Ha, bunisi birinchi turgani. Ikkita o'lani savdosi bo'lyapti. Qancha so'ralyapti? 43,5. Egasi qancha deyapti? 45. Ha? Qaysi 45, ha? Qadrli obunachilar, mana bu o'la bilan mana bu o'la so'ralyapti 43,5 ga. Egasi 45 bo'lsa beraveraman deyapti. Ikkalasi ham buzov hali. Tish buzmagan. Tish buzmagan buzov ekan. Mana bunisini ham ko'rsatib qo'yay. Yon tarafda mana ko'ringlar, qadrli obunachilar. Akalarimiz savdo qilyapti hozir. Davom etamiz. Mana bu yerda ham bor ekan. Aka, nechchi pul deyapsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Buni nechchi pul deyapsiz? 20. Savdo bo'ldimi aka? 18 savdosi bo'lgan ekan. Yoshi nima aka? Buzovmi hali? Shiyormagan, ha? Shiyormagan ekan. Buzov ekan, mana ko'ringlar, qadrli obunachilar, akamizdan ekan. Bu nechchi pul ekan mana? Bu kimdan ekan? Sizdan? Nechchi pul deyapsiz? 20. Savdo bo'ldimi aka? 16,5 bo'lib qoldi. 16,5 savdosi bo'lib qolgan. 20 deyilyapti. Qayerdagi aka bu? Talimaron. Talimaron, Chorrahami? Talimaron, Chorraha. Talimaronni o'zi ichkaridami? Talimarondan ekan, mana akamizdan ekan. Qadrli obunachilar, ko'ringlar. Ko'chat buqalar. Davom etamiz. Aka, yaxshimisiz? Nechchi pul deyapsiz buni? Qancha? 23. 23. Aytilishimi? Bozor qancha qildi? Bozor 20 qilgan ekan. 23 aytilishi. Bozor 20 qilgan. Ko'ringlar, mana narigilardan yirikroq ekan, bu lekin semizroq ham ekan ularga nisbatan. O'zi lekin yo'qsiz, ularga nisbatan to'laroq ekan badani, qadrli obunachilar. Mana bu akamizda ham bor ekan. Mana bularni ham narxini o'rganamiz. Nechchi puldan bo'lyapti akam? 17,5 so'ralayotgan ekan. Aytilishi qancha aka? Aytilishi 20 ekan. Mana ko'ringlar. Bu ham buzov, ko'chatlar qatoridamiz. Narigilar ham sizdanmi aka? Ular ham shu narx, ha? 18,5 so'rayapti, ha? 3 ta akamizdan ekan, qadrli obunachilar. Ularda aytilishi qancha aka? 20 emas. Hammasi 20, hammasi 20 ekan. Ularning bo'yi balandroq ekan, qadrli obunachilar. Mana ko'ringlar, uchalasi ham akamizdan ekan. Mana bu savdosi bo'lyapti. Qaysini savdosi bo'lyapti aka? O'rtadagi nima? Qancha so'ralyapti aka? 19,5. Egasi qancha deyapti? 21,5. Egasi 21,5 deyapti. Shu ko'kti savdosi bo'lyapti, 19,5 savdosi bo'lyapti. Qadrli obunachilar, mana ko'ringlar. Mana bu yerda mana birinchi turgani to'qol ekan, hozir o'tib uni ham narxini o'rganamiz. Aka, bu qancha ekan? 19 so'rayapti. Aytilish qancha? Aytilishi 20 ekan, qadrli obunachilar. Yuvosh variantda. Gibridmi aka? Gibridmi? Gibrid ekan, mana ko'ringlar, qadrli obunachilar, to'pol variantda, shoxsiz. O'ta yuvosh bo'lardi, shoxsizlar. O'zim ham buqa-buqaman, buqalarimni so'ydirib boshladim. Hali videosini chiqaraman, qadrli obunachilar. Har xil kelyapti. Kichiklardan boshladik. 200 kilo, 220 kilo, 228 kilo har xil kelyapti. Assalomu alaykum. Aka, charchashyapmi? Bo'lyaptimi? Qo'yvordim-ku. Savdosini qilyapsizmi aka? Qancha? 17 million so'rayapman. Yo'q deyaptimi? Ha, bu bermaydi. Bu bermaydi. Qancha baho qo'yapti? 17,5 berdi. 17,5. 500 qopti o'rtada. 17,5.
aytilishi 17 so'ralyapti qadrlovchi. Akamiz so'rayapti. O'tgan safarga Greyfordlarda egasi. Mayli aka, omadingiz bersin. Davom etamiz. Aka yaxshimisiz? Nechchi bilyapsiz buni? 20 deb. 20 aytilish, ha? 20 aytilish ekan, 18 so'ralyapti mana, ko'ringlar. Yoshiga to'lmagan. Buzov hali, to'g'rimi? Ko'chat hali buzov, yoshiga to'lmagan. Davom etamiz. Aka, assalomu alaykum. Sizdagi nechchi pul ekan, aka? Bizdagi 22,5 bo'lib 23 bo'ldi deyapman. 1 yoshi 2 oylik buzov hali. Ish buzmagan, to'g'rimi? Ish buzmagan. 14 oylik ekanda, ha? 14 variantidan ish buzmagan hali. Ko'ringlar. Ha, bu yoqda ham bor, yon boshimda ham. Savdo qancha bo'lyapti? Yaxshimisizlar? Yaxshi, zo'r. Nechta bo'lyapti savdosi? Ha? Savdo qancha bo'lyapti? Savdo 20 bo'lyapti. Aytilish qancha ekan, tog'a? Aytilish 23. Aytilishi 23, 24 ekan. Savdo 20 bo'layotgan. Ko'ringlar, o'zlaring baho beringlar. Buni korobkasi yaxshi ekan, lekin tep-tekis kelgan ekan, orqa taraf ham yaxshi kelgan ekan, oldi ham yaxshi kelgan ekan. Qadrli obunachilar, o'zlaring baho beringlar. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimi? Sotdingizmi? Ha, bugun ov yo'qmi? Ha, mana sizdanmi bu? Nechchi pul bo'lyapti aka bu? 19,5 bozor. 19,5 mana shunga beraman deyotgan ekan. Aytilishi qancha? 21 berdi. Aytilishi 21 ekan mana yon tarafdan ham ko'rsatsak. Lekin yaxshi ekan, ha? Badani tiniq ekanda lekin. Balasini sotdim. Qanchaga sotdingiz hali? 20 million 250 ming. 20 million 250 mingga mana tep-tekis ekan, badani ham to'la ekan. Qadrli obunachilar, mana orqa suyaklari ham yopilgan ekan. Akamizdan buzov hali. Ha, chiqar. Aka, telefon raqami ayting, so'raganlar bo'ladi. Assalomu alaykum, Shavkat bova, qanchaga sotdingiz? Yo, sotganim olmoqchi bo'lyapti. Olmoqchi bo'lyapsizmi? Ha. Nima deyapti? Molni orqasi yo'q, ko'ti yo'q. Ko'ti yo'q, ha? Shavkat bobo. Kuchmol ekanda, ha? Nasib etganlarga Aka, nima deb qo'ying? assalomu alaykum. Rahmat, so'zingiz tinchmi? Shavkat bobo. Dunyodagi o'zbeklarga salom. Nasib etganlar. Nasiya olib ketganlar, olib kelinglar, pullar kutib o'tiribmiz. Bola chaqani o'rtaga qo'yib olib ketgansizlar, olib kelib beringizlar. Bunday xalqni qiynamanglar. Bular ham shipirib tovib kelmaydi molni. Sizlarga ishonib berganmiz. Olib kelib beringizlar. Yana bitta yangilik bor. O'zimizda yangilik. Ayting aka. 1976-yil Angor rayon Kommunizm kolxoz Mendeleyev maktabga kim birinchi sinfga borgan bo'lsa, shularni 50 yillikka taklif etamiz. Kesin, ha? Ha. Sherovodda yashaydimi, 18 da yashaydimi, Toshkentda yashaydimi, Afrikada yashaydimi, Amerikada yashaydimi, kesin. Yubileyimizni 4-iyul kuni qilyapmiz. Kelingizlar. Shavkat bobo, kelinglar, taklif qilyapti. 1976-yilga Mendeleyev maktabga borgan Angor kommunizmga barini 50 yillik yubileyimizga taklif etamiz. Kelingizlar. Meni nomerim Ayting. 99lik 99lik 103 6909. Skor ekanda. Ha, skorning ichida tug'ilganman, 69-yilmen, 09-oyga tug'ilganman. Men malol qo'ng'iroq qilib bilishlaringiz mumkin. Kelingizlar. Sotib olasiz, sotasiz, ama Koroda yashaydimi, Amerikada yashaydimi, hammasi kesin qannashsin. Burada nasiya pullarni olib qaytsin. Ha, nasiya pullarni olib kelingizlar. mayli aka, salomat bo'ling. Aka, telefon raqami ayting. 91lik 91lik 578 21 21 telefon qilaversin. Mana shu raqamga Mol ko'p aka. mol izi ko'p, ha? Izi ko'p bo'ladi. Ko'chat, boqma har xilidan tug'ib beradi akamiz. Mana akamiz mana shuni sotdi, lekin zo'r buqacha ekan. Ko'chat hali buzov, korobka zo'r ekan. Bunisiga ham zo'r ekan, qadrli obunachilar. Bunisi ochiroq ekan, mana u to'la ekan lekin. Mayli akam, savdoingizni bersin. Bular o'rgangan akalarimizdagi nechchi pul ekan bu? 18 aytilish, ha? Aytilishi 18 ekan. Ko'ringlar mana. Qadrli obunachilar, aytilishi 18. So'radim bozor aka. 16 so'rayapti, ha? 16 so'rayotgan ekan, qadrli obunachilar. Shunday holatlar ham bo'lib turadi bozorda. Savdosi 16 so'ralayotgan ekan. Aka, nechchi pul ekan bu jonivor? 16. Savdosi-chi? 15. Savdosi 15. Yo'qsiz o'ta ozg'in variantidan ko'ringlar. Buzov hali.
malla variantida. Ko'chatga qiziqadiganlar, ko'chat narxini ko'p so'raysizlar, sizlar uchun ko'chatlarni alohida video qilyapmiz mana. Qadrli obunachilar. Narigi tarafga o'tib olamiz. Mayli akam, savdo izlasin. Qani? O'tib olaylikchi. Meni ham qiynaman. Oh. Aka nechi pul ekan bu? 23. Savdo bo'ldimi? Ha. 23 ekan, mana qaranglar. Kachoqcha ekan. 23 deyilyapti. Savdo qancha bo'ldi aka? 18500 ha? 18500 savdosi bo'lgan ekan. Endi mana orqa tarafdan olaman. 18500 savdosi bo'lgan. Mana tog'amizda ham bor ekan. Har xilidan mana ko'ringlar. Taxlab tashagan shunday qatordan. Mana bular zo'r ekan. Birinchi turgan ikkita. Nechi puldan? Assalomu alaykum. 5 ta baho qo'yilyapti, katta bo'yaq. Rahmat, o'zingiz tinchmi? Charchamayapsizmi? Mana shu ikkalasigami? Hammasi 5 tasiga 1 2 3 4 5. Mana shungacha 25 dan baho qo'yilyapti. Baho qo'yilyapti. 23 dan so'ralyapti uchovi. Uchalasi? Ram, yakov 3 ta mana. Ha, mana shu uchalasi 23 dan so'ralyapti. Yakov uchovi so'rayapti. Ha, mana bu bilanmi? Mana bu, ha? Uchalasi ekan. Mana bu, mana birinchi turgan. 23 ga so'ralayotgan ekan. 5alasi ham 25 ekan, lekin shu 3 tani 23 dan so'rayotgan ekan. Korobkalari yaxshi. Orqa suyaklari ham to'la, orqa sonlari ham yaxshi kelgan, bo'yinlari ham yaxshi kelgan. Tish buzmagan, ha? O'tta to'ygan bolalar. Chiqmaydi. Tish chiqmagan, ha, hali tish buzmagan. Bittaniki chiqqan, ha, sariqnikimi? Mana shu sariqniki chiqqan ekan, alaniki qadrli. Ikkita chorgan. Ikki tish o'rgan ekan, qolganlari chiqmagan, buzov ekan hali. Lekin mana shu plotni ekan, kachok ekan, pachka ekan-da, qarang. Bo'yini ham chiqib ketdi, buzov bo'lishiga qaramasdan. Qanchaga berasiz? 23 dan ko'tarsami? 23 dan baland sotiladi. 23 dan balantiga. Lekin buni qaranglar mana. Korobkasi juda yaxshi. Ha, suyaklari yopilgan ekan, ko'rinib turibdi. Mana orqa tarafdan ham olamiz. Suyaklar yopilgan, qadrli obunachilar. Telefon raqami aytamizmi? 91lik 91lik 903 903 69 65. 69 65. Mana shu raqamga aloqaga chiqaverasizlar, qadrli obunachilar. Mayli tog'a, savdoingiz bersin. Xo'p. Mayli, siz ham salomat bo'ling. Mana qadrli obunachilar, ko'chatlar qatorda qo'ldan kelgancha yoritdik videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.